Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Turkiyaning o'sha mashhur fırın sütlaç shirinligini tayyorlaymiz. Fırın sütlaç deb atalishining yana bir sababi usti pechkada shunaqa qizartirib olinishidadir. Qozonimizga yarim piyola guruchni yuvib solib, ustidan 2 ta piyola suv solamiz va yaxshilab qaynatib, guruchlarimizni suvda pishirib olamiz. Ustidan 5 osh qoshiq shakar solamiz, 800 ml sut solib yaxshilab qaynatamiz. Vanilin xohishga ko'ra qo'shiladi. Alohida idishda 2 osh qoshiq kartoshka kraxmali va 1 stakan suv solib yaxshilab aralashtirib, qaynab turgan sutlajimizga solamiz. Yaxshilab aralashtirib, sal quyilgandan keyin gazdan olib, issiqqa chidamli bo'lgan xohlagan shunaqa idishlarimizga solib, listga taxlab, listimizga 1 piyola sovuq suv quyib, pechkada shunaqa ustilari qizarib chiqquncha pishirib olamiz. Ustiga xohishga ko'ra maydalangan yong'oq sepib, sovutish uchun muzlatgichga qo'yamiz. Sutlaç shirinligimiz tayyor. Yoqimli ishtaha. Afiyat olsun.